Assalomu alaykum akalar. Bugun Yusili lobbiga kirdik. Hammani qaraman deb turdim. Adashibman, katta adashibman akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'zlaringiz tushunib olasizlar nimaga bunaqa deyotganimni. Naq bitta yer yutib olardim akalar. Bizga nasib qilmabdi. Tez like bosib turinglar, biz ham shunaqa Yusili lobbilar qilib turamiz. Bu o'zi 1,5 minutlik bo'lsa ham 1 soatdan ko'p vaqt ketdi. Buni montaj qil, boshqa deydi-yu. Bir xilgilar tushmasdan turdi. Men qachon chiqaman ekan deb turardim. Qarasam menga qarab qopti brat. Mana ko'ringlar, menga qarab qo'ygan. Meni ham chiqarar ekan deb tushishim bilan o'lib qoldim. Qani o'lganimni o'zim ham bilmay qolgan gaplar. Like, podpiska bosib qo'yinglar.